Kuzatuvchilarimga va kanalimga tasodifan kelib qolganlarga hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Komila Maqsudiy va yangi vlogimga xush kelibsizlar. Men har doimgidek niyat qilaman, meni vlogim sizlarga qiziqarli va hattoki foydali ham bo'ladi va vlogga boshlaymiz. Azizlarim, bitta outfit check deyishadimi? Check outfit deyishadimi? Ish qilib. Примерно вот так вот. Bugun esa biz kutilmagan holda ertalabdan tez Gulchehra opamizga kelib surpriz qilyaptilar. Ulug'bek akaning bugun tug'ilgan kunlari, shuning uchun hozir krasivый вечер organizovali ham bo'ladi va biz hozir Hasan akam bilan o'ylab tez nima xarid qilishni bilmay ish qilib. Endi buni kim qanaqa tushunadi-da? Bilmayman, ko'rsatish стоит или нет. Но упаковкасы просто шикарная. Смотрите, конфеткалар, maxsus konfetkalarni tanlatdi bizga. Fayga, injir, quritilgan injir, ichida nimalar bor edi? Anjir. Ichida har xil qanday nachinkalar bilan ish qilib shunisini tanladik, chunki sortlar juda ham ko'p ekan. Men qog'oz to'ldirib shuning uchun shunisi zo'r bo'lsa kerak deb tanlattirdim. Просто упаковка, боже мой, какая красота. Подачасы juda ham chiroyli. Подача. Короче, заходите в этот магазин и вас сразу встречают. Sizdan so'rashadi, nima xohlabasiz. Ну, короче, как бы на уровне deyshadi магазин. Поэтому надеюсь, самое главное, подарок будет понравится, да, по вкусу. Sovg'a yoqadi, mazasi bo'yicha. Va biz esa borib ozgina birga vaqt o'tkazamiz. Biz esa yetib keldik. Единственное, bilmaymiz Ulug'bek aka kelishdimi yoki biz ulardan vaqtli keldikmi? Bitta shu 6:30da-yu. Da, и то eng kechki soati 6:30 degandilar, shuning uchun. Салам, как дела? Всегда ханшу снимай. Ай. Не со мной, вообще с узбеками. Ассаламу алейкум. Кто первый? Tabriklaymiz, a? Katta bola bo'ling. Днем рождения. Assalomu tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Это вам. Moshinga qo'ysangiz bo'ladi. Надеемся, mazasini to'g'ri tanladik. Ishqilib Gulchehra opam darrov kirib urishdi, o'zlarini joylarini topib oldilar. Ana, kachelasi bor ekan. Просто sovuqroq menimcha kachelada o'tirish. Muvina ham joylashib oldi, hozir erkaklar kelsin. Bizga hozir forsh payzi keldi. Ovqatdan oldin kimdir salat yedi, biz esa просто nachos bilan sirni salat и men bu nonni qaynoq qilib Gulchehra opam kesyaptilar. Ну и souslarga makat qilasiz. O'tda erkaklar esa o'ziga o'zbek tilida garnir nima bo'lardi? Krevetka. Krevetkani tarjimasi. Ishqilib krevetka o'zbek tilida tarjimasi yo'q menimcha. Ajoyib. Так. Bitta yana zakazimni ko'rsataman. Hammaga taniqli Doc Martens brend. Umuman men bularning oyoq kiyimini bu brenddan вообще fanat emasman, to'g'risi. Хотя bilaman, они кожаный, качественный, zo'r yillar davomida xizmat qiladigan oyoq kiyimlarni ishlab chiqarishadi. Просто как-то ularning modellarini ko'rib, ну не особо мой стиль derdim, o'tib ketardim, вот и все. Lekin o'tgan yili bulardan yangi chiqqan modelni ko'rib, как-то vau degandim. To'g'risi bilmayman, modelni ko'rib shunaqa chiroyli ekan, vau deb просто o'zimga favorit qilib qo'yib qo'ygandim o'sha mahsulotni, lekin o'tgan yili zakaz qilmagandim. Bu yil aylanib shu modelni atrofida axiri baribir ularni zakaz qildim va albatta hozir mana kiyib ko'rdim, sizlarga ko'rsatmoqchiman. Вообще umuman hayotda juda ham chiroyli model. O'zini undan oldingi modellarga qaraganda bu sal nozikroq, chiroyliroq menimcha va вот это вообще шнуровкасы menga juda ham yoqyapti. Ну и понятно, что кожа и все такое, да, tikilishlari, подошва такая толстая, ishqilib bla-bla-bla. Это типичный Doc Martens. Va ayni damda aynan shunaqa kiyish это juda ham trend va то, что etingiz ichiga yarimchala pullar mana bunaqa ishimni zapravlять qilasizda и mana bunaqa ko'rinishda turaveradi-da, bruki. Вот примерно вот так вот ko'rinadi. O'shanga
aynan shu shimim bilan primerni stilizovat qilib xayolimda уже tasavvur qilib bularni zakaz qilgan edim. Uni ustiga skidka ham tushib qoldi bu oyoq kiyimga. Va zakaz qilayotganda я была уверена, что aniq bu oyoq kiyimni men o'zimga qoldiraman. Razmer to'g'ri kelyapti, hammasi to'g'ri kelyapti va o'sha qaraganda prям видно-da, sifatli oyoq kiyim, hech narsa demaysiz. Shaxsan menga modelni o'zi yoqyapti, но nimagadir bilmayman nimaga, azizlarim. Men hattoki bugun bu oyoq kiyim kelishini rosa kutdim, chunki yozib yuborishadi, mana kelyapti, kutib oling deb. Va zakazim olganimda prям bir sevgi bilan, bir qiziqish bilan ochdim, kiydim, но qaysidir momentda bilmayman, birinchi marta hayotimda ikkilanyapman. Chunki menga nimadir yoqsa, demak menga yoqyapti, men buni xarid qilaman degan xayol bilan, как бы anaqa bilan xarid qilinadi-da narsa. Menimcha hammada shunaqa. Bu esa bilmayman nimaga birinchi marta hayotimda shunchalik bir yil kutib, uni ketidan yurib, mana endi zakaz qilib, endi esa o'ylanib qolyapman, qanchalik to'g'ri xarid narsa qilyapman deb. Va to'g'risini aytsam bilmayman, endi qoldiraymi yoki обратно yuboraymi deb. Chunki gap shundaki, kiyganingizda razmer hammasi to'g'ri kelyapti, все нормально. Но yurganda sal слегка какой-то дискомфорт bor. Umuman Doc Martensga tipичный narsa bu. Oyog'ingizni shilib, sindirib berish birinchi payt kiyib o'rganganingiz uchun. No, hattoki gap unda ham emas. Bilmayman qanchalik bu model menga kerak. Bilmayman, o'tgan yildan beri shu modelni ko'rdim. Adashmasam 2024-yilda yangi chiqqan model bu Doc Martensda. Kimdir bilan kollaboratsiya hattoki qilgandi bu modelni, no bilmayman, hozir o'ylanib qolyapman. Birinchi marta hayotimda shunchalik xohlagan narsamni o'ylab qolyapman, qanchalik xarid qilishim kerak bu oyoq kiyimni. Chunki bilmayman, yoshim katta bo'ldimi, tushunmayapman. Ish qilib sizlar bilan bo'lishdim va bilmayapman nima qilish, qoldiraymi yoki обратно ketkazib yuboraymi. Hatto sifatli, качественный oyoq kiyim masalan olib qaraganda, no просто bilmadim. Men to'g'risini aytsam, yoshligimda qovoq yoqtirmasdim, lekin kattaroq bo'lib juda ham yaxshi ko'radigan bo'lib qoldim va qovoq chiqqanda albatta birinchi o'rinda o'zimga sho'rva tayyorlayman. Uyda qovoqdan krem sup ichadigan inson faqat menman, shuning uchun hozir men bu apparatimda sho'rva tayyorlayapman va aytgandek ozgina suv solishim kerak. Где-то 10 gramm deyapti, adashmasam. Нет, 1 litrga, uzr. Men ozgina nomiga solaman, chunki 400 ko'rsatmayapti. Mana bu yerda 410 turibdi. Пока что yetadi va endi esa shu anaqasini yopib yotsam, o'zi dal shimangina pishirib beradi. Faqat shu har doim krishkasini yopishda qiynalaman. Ikkita qo'l bilan yopish kerak. Bo'ldi. Anaqasini yopdim. Xo'sh, oxiri krishkasini yopdim va endi esa 20 daqiqa o'zi menga pishirib beradi. Suvni esa yana keyin sovurishim mumkin. Suvi bo'lib ketishini yoqtirmayman. Shuning uchun ozgina suv solaman va keyin ketidan albatta uyumdikli yeyish uchun somsa. Xamir уже tayyor. Hozir shunchaki yoyib buni tugib qo'ysam, hammasi tayyor bo'ladi. Tыквенный sup, sho'rva, krem sup tayyor bo'ldi. Qaynoqqina sho'rvam tayyor. Tыквенный sup yoniga ozgina non podsушить qilib, men shaxsan o'zim shuni yaxshi ko'raman va sir, somsa esa ham tayyor. Ishqilib bugun dень тыквы. Esa ko'rganingizdek, o'zimga yangi sochimga apparat zakaz qildim va bu gal Shark'ni oldim. Shark Flexi Style nomlanadi. Ularda har xillari bor edi. Men aynan mana bunisini tanladim.
ishqilib bu yerda bir nechta ikkita har xil diametrik mana bunaqa nasadkasi bor. Shunga qiladigan va men bu nasadkasiga ham juda qiziqdim. Oxirisida sochingizni укладка qilib bo'lganingizdan keyin yursangiz, прям гладкость такой finishный effekt berar ekan. Shunga qiziqdim va avvalni oddiy bunaqasi chiqmayapti. Nimagadir qattandir ish qilib yana bunaqa как они называются-то? Chochingizni bundoq qilishga ish qilib придачу такасini и oddiy nasadkasi и apparat o'zi. Shark nima bilan taniqli? То, что fenini bundoq qilganingizdan keyin он просто fenga aylanadi и вот. Fen bo'ladi. No, umuman endi buni yechish kerak. Qanaqa yechiladi? Pastda yechildi. И qilganingizdan keyin просто обычный nasadkasi va bunaqaga aylanadi. Ish qilib ishlatib ko'ramiz. Albatta keyin hali yana natijasini ko'ramiz qanchalik yaxshi. Chunki это это намного дешевле, чем Dyson. И buni svойстволari, xususiyatlari hattoki o'sha Dysonga qaraganda yaxshiroq ekan. Shuning uchun shunaqa gaplar. Chochimni qursam hali syomka qilib o'zimni izohimni bu apparat haqida qoldiraman. Naborda bunaqa o'zini kosmetichkasi bor desam bo'ladi. Apparatni o'zini ichiga solib qo'yasiz. Oldinlar bunaqa narsalarni tushunmasdim, lekin hozir esa tushunyapmanki, qanchalik это практичный и juda ham qulay narsa. Ichiga solib qo'yasiz. Qaqadir biz ko'p basseynga boramiz. Basseynga ham solib ketishga juda ham qulay va sochingizni quritib olsangiz bo'ladi. Agar odam ko'p bo'lsa va fenlar yetmasa, o'zingizniki olib подключать qilib, umuman saqlashga ham это комфортно, чем katta коробкада ushlagandan ko'ra. Поэтому вот такая вот sumочкasi ham bor edi. Ba'zilari mini kadr, Ulug'bek ham, Hasan akam. Bizani yon qo'shnimiz shundoq. Devor bittinari yashaydigan qo'shnimiz. Mana o'zlari donerni anaqa ochgandilar, magazin ochgandilar. Shuning uchun bugun birinchi ochilish kunlari, shuning uchun ularni qo'llab-quvvatlab asalim qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Va ishonasizlarmi, Ulug'bek ham birinchi manaqa bo'ldilar, klient bo'ldilar. Chunki hozir ular pauza ishxonalaridan. Shuning uchun ularga birinchi o'rinda tayyorlab berdi doneridan va endi esa hozir biz ham ozgina nimadir zakaz qilib, sekin uyga ketamiz. Ish qilib endi qo'shnini поддержка qilmasa bo'lmaydi, to'g'rimi? Shundoq yonimizda yashaydigan qo'shnimiz. Biz endi ko'rishamiz, ko'z tegmasin. Juda ham yaxshi inson, oilali. Oilasini endi syomka qilmayapman, naryoqda o'tirishdi. Ish qilib omad tilab qolamiz. Olib ketaring, yeyiladi-yu. Biz esa hozir zakazni kutamiz. Shakira ketdi anaqa Yuliya bilan, Karaxon bilan o'shanga. Xo'sh, meni esa zakazim keldi. Birinchi bo'lib men zakaz qilman. Ya'ni Ulug'bekadan kelman. Yana o'tda pizza bilan qizlarga narsa tayyorlayapman. Mana shu pizza tanlashdi. Ko'rinishda уже apetitda. Yoqimli ishtaha menga. Sizlarning pizzasi ham yetib keldi. Sanda brokoli bilanmi? Нет, это пильцы. Пильцы и ширинда mamchi brokoli или? Yo'qmi? Brokoli yo'q ekan, gazinka. Короче, донер go'sht bilan и как там пильцы? Грибы, вспомнила. Biz esa qizim bilan Sankt-Martin bayramiga borgandik. Umuman ozgina gapirib beraman. Sankt-Martin bu Germaniyada bolalar bog'chalari va maktablarda nishonlanadigan bayram. Asosan bog'chalarda, to'g'ri aytganimda, har yili 11-noyabr kuni bolalar rangli chiroqlar yasab, Laterna umzur deb nomlanadi va shu chiroqlar bilan yurishga chiqadi bolalar va ota-onalar ham yonida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek kadrda ular Sankt-Martin haqida qo'shiqlar kuylashadi. O'zi ro'yatga qaraganda Sankt-Martin mehribon askar bo'lib, u sovqatgan kambag'al bilan o'z plashini yarmini bo'lishgan. Va shu sababli bu bayram bolalarga mehr, shafqat va boshqalarga yordam berishni o'rgatadi. Yurib bo'lgandan keyin esa bolalarga odatda har xil shirinliklar tarqatiladi va asosan bu bretzel yoki shu orasida bir xillarida Wegman degan nomli shirinlik pishiriq beriladi.
o'zi laterni umtsukisi mana shunaqa ko'rinadi. Har doim o'sha bog'chaga yonidek joylashgan mahallada bolalar, bog'chapalar va ota-onalar birgalikda shunaqa aylanib yuriladi va bilasizlarmi, bunda ham o'zini bir ajoyib gashti bor. Xo'sh, azizlarim, men esa hozir mana bu mahsulotni birinchi marta ishlatib ko'rmoqchiman. Hozirgina uni ochdim va keyin o'ylab ko'rdim, уже syomka qila qolay deb, sizlarga ham ko'rsata qolay deb. Taniqli CKDdan retinol guasha, retinol kollagen guasha ishqilib Koreyada juda ham taniqli bo'lgan mahsulot va bilmayman ko'ryapsizlarmi, lekin уже kremini chiqardim yuzimda. Birinchi martaga unaqa ko'p ko'ryapti. Surmayman, lekin haqiqatdan ham judayam приятное ощущение deyishadi-yu rus tilida. Guashasi haqiqatdan juda приятное ощущение berar ekan. И проникновенияsi, как это приятно, qizlar. Aytgandek, bu mahsulotni surishdan oldin men kechki parvarishimda juda mag'az o'tdan butdan boshlab ketdim, непонятно. Va birinchi buni surishdan oldin kechki parvarishimda men mikro igolkalarni ishlataman. Chunki uni berayotgan natijasi prям judayam sevib qoldim, beradigan effektini ko'rib. Shuning uchun обязательно kechki anaqa parvarishda qayta xarid qilaman. Faqat oddiy mana bu eng birinchi ko'rinishini, ya'ni hozir kollagen bilan, hozir emas, уже 1 yil bo'lib ketdi menimcha. Kollagen, retinol, vitamin C asosida chiqib ketgan, har xil rangi hamma biladi. Men esa mashina olaman va 300 ni 700 gacha chiqmadim. Menda har doim mana bu 300. Mahsulot ketidan surgan mahsulotingiz yaxshiroq ishlayapti va umuman yuz teri shunaqa chiroyli qilyaptiki, men buni endi har doim ishlatsam kerak. Bu haqiqiy такой booster bo'lib qoldi. Приятное ощущение ekan bu rolleridan. Wow. Bilasizmi, 2 в 1. Haqiqatdan ham siz ozgina massaj qilib, limfa drenaj qilasiz. Albatta, bundan bir qanday wow effektni kutish kerak emas, но какой-то массаж лица baribir bor bundan. И это уже очень приятно, и это удобно. Ham krem surasiz, o'zidan chiqadi, ham o'zi roller o'zim ham massaj qiladi. То есть eng asosiysi qon yugurishsa организмda, yuzingizda, это уже очень важно. Поэтому birinchi ощущенияларым очень приятный, to'g'risini aytsam. Buni ketidan krem suramanmi, yo'qmi bilmadim, chunki мне кажется, он уже o'zi yetarli. Teksurasiga qarayman. Agar qanday baribir ощущение paydo bo'lsa, nimadir yetmayotganligini, тогда 345 suraman doktor Alteyadan. Haqiqatdan juda ham zo'r. Agar tez mendagi kombinirованный yoki normalniy bo'lsa ishlatib ko'ring. Ha, aytamanki juda ham yog'liq, prям teksturasi plotniy sivorotka ekan. Shuning uchun men aniq bundan keyin hech narsa surmayman, shunchaki singib ketishini kutaman. Chunki yoki hozir qanday balki yana barmoqlarim bilan massaj qilaman, chunki уже guasha bilan quvurib ham charchab ketdim. Oddiy bunaqa guasha bilan endi esa hali ham terimda я чувствую, что singib ketmagan. Shunaqa mahsulot ekan. Shuning uchun aniq teri quruq insonlar его прям полюбит.